Uzr so'rayman. Rahmat. Populyarniy bo'lib ketdingiz xolajon. Gulinglar uchun rahmat. Sanjoninglar sog' bo'lsin. Lekin ishim yo'q. Yo'q, Uyda qolib ketgan, sefda turadi. mayli. Charchamadingizmi? Endi charchamadim. Xo'jayinim chiqib qoladi hozir. Ishdanmi? Ha. Nechta farzandingiz bor, xola? Mashalloh. Qizim yo'q, bittagina farzandim bor. O'g'lingiz, mashalloh. 91-yilda. 91. Bujon bolasi. Do'konlarda sotmaydi nimalarga. Parkentda sotadi. Parkentga tushib olib chiqasiz. Juma kuni olib chiqamiz, uni yuvib, tozalab, yaxshilab yuvish kerak. Shanba kuni somsa olishga kelamiz endi, yeyishga kelamiz, xudo xohlasa. Bozor kuni kelaveringlar. Inshaalloh. Kelamiz. Keliningizga ayting, yong'oqli non ham qilib bersinlar endi shanba kuniga. Maqtadingiz o'sha kuni? Ha, to'g'ri. Keliningizni. Yong'oqli non o'sha kuni sotib bo'luvdim-da. Ha. Atlar keyin keldi. Rahmat. Yo'dan ko'rdim o'zi. Ko'rgan. O'rtog'im o'tin toshim. Bir 3-sinfda katta ko'chim anaqa katta yo'lda kelayotganda oldimga chopib borganda xo'jayinim. Shundan keyin Dilbara katta bo'lganda Dilbara olaman degan. Voy farishta olmayın deb dedi bunaqa qilgan. Taqdirlagan edi bu. Mashalloh. Zo'r sevgi bor ekanda o'rtanglarda. Ismlarim bir qo'shqor. Mashalloh. Zo'r. Salom ayting dadamga. Rahmat bilan sog' bo'linglar.